Salom hammaga. Afsuski bundan oldingi olgan videoyim o'chib ketibdi. Yangi kelgan turnir o'ynab ochib ko'rgandim va bizga Marokash tushgan edi. Hozir bundan oldingi olgan videoyim o'chib ketibdi. Endi hozirgisini YouTube'ga qo'yishga harakat qilamiz. Yaxshigina kechagi videolarim yaxshiroq rasmga tushgani uchun buni qo'yishga harakat qilaman. Xato qildim. Xatoyim chalg'iganim uchun bo'ldi shekilli. Xatolar kechirilmaydi degandek. Kechirilmay qolmasa bo'ldi. To'pni sotdi. O'zi foydalanolmay qoldi. Raqibim qayerga tepishini topdi-yu, lekin oxirigacha urmadi. Agar bo'lganda o'ziga zarar berdi. Xato qildim. To'p darvoza tepasidan o'tib ketdi. Afsuski bu zararni ishladi. Hozir gol bo'lishi mumkin edi. Afsuski burchakmi desam, mendan ketibdi, undan ketibdi. Oldinroq qo'shganimda shuni hozir to'pni oldirmasdim. Shuning uchun qolgan ishga qor yog'ar deyishadi-da. Har bir qoldirilgan ish badali bo'ladi. Gol bo'lmadi. Hali yana imkoniyatlar bo'ladi, siqilmaymiz. Imkoniyatlar bo'lmasa, durang bilan o'yin yakunlanadi. Turib qo'ydik. Messi, Alvarez. Gol bo'lmadi. To'pni qaytarib yuborishdi. Argentina futbolchilari. Dribbles the ball forward. Surely now. Xato qildim yana. To'g'ridan bersam bo'lardi ekan. O'yinchilarni almashtiramiz. Yaxshi. Bo'ldi. Raqibimiz ham bossa, endi o'yin boshlanardi. Vaqt ham tugadi, o'yin boshlandi. Ana bismillah. Oldirib qo'ydi. Baribir Argentina futbolchilari kuchliroqda Marokashnikiga nisbatan. Kuchli bo'lishiga qaramasdan uchishga harakat qilib ko'ramiz. O'xsholmay qolsa bizga bog'liq emas edi. To the keeper. Well cut out. They've made the breakthrough. Here's a fantastic chance to score. Oh, it's a goal! Vaziyat bo'ldi. Foydalana oldik. Argentina raqibimiz nimadan g'azablanayotgan bo'lsa, menimcha gol urmasligim kerak edi shekilli.
defence. Aytganda gol urmasdim. Afsuski aytmadi-da. Here's Martinez in possession. Ha mayli. Endi gol o'tkazmaslikka harakat qilamiz. In forward. Va gol urishga ham harakat qilamiz. Gol o'tkazma, That all gol ura olsak uramiz. Ura olmasak gol o'tkazmaymiz. Here's his chance. Oh, so Shunaqangi close. xatolar ham qilib turamiz. That was so close to being a goal. Let's see it again. Is it all over? Can they get back into it? Taktikaviy o'yin qila olmayman demaysh. He's read that one Taktikaviy absolutely o'yin qila perfectly. olmayman. Messi The bizni fans are on their jazoladi. feet. Afsuski gol bo'lmadi. Boonu Gol saves it. bo'lmadi. Yaxshiyam gol bo'lmadi. In with pace. Well, he Gol certainly made bo'lganda the goalkeeper work. qo'limizga He's voy unlucky not bo'lardi. to score. Molina with the dribble. Yaxshi Surely bo'lmas now. edi. He's Offside miles ekan. offside. Yep, no doubt about it. He was miles offside. Yaxshi. He's heading the ball forward. Ko'rsatishga harakat qilamiz. Nicely played. Can they get the job done? We're approaching the end of the game. They're so nearly there. What a chance. Voy, oxirida urib ketdi. Messi. Xato qildik va bizni xatoyimiz bilan jazoladi. Nima ham qila olardik? Bir o'yin tugadi. Oxirida urib ketish yoqmaydi-da. Sizga nimalar yoqmaydi? Fikrlaringiz kommentariyada yozib ketingizcha.